Ekodan oldin qanday analizlar topshirishim kerak degan savol bilan murojaat qilishdi bizga. Biz cheklisni ikki turga bo'lganmiz. Birinchisi umumiy homiladorlikka. U tabiiy bo'ladimi, u eko homiladorlik bo'ladimi? Tayyorgarlik uchun zaruriy bo'lgan cheklistimiz bor. U sizni va turmush o'rtog'ingizni salomatlik darajasini aniqlashga va qaysi yo'nalish bo'yicha davoimizni davom etishimizga bizga ko'rsatkich hisoblanadi. Ikkinchi cheklist esa bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan maxsus cheklist. U faqatgina ekoga yo'naltirilgan patsientlar uchun beriladi. Unda oddiy analizlardan tortib, ya'ni qon umumiy tahlili, siydik umumiy tahlili kabi analizlardan tortib, onkologik kasalliklarni tahliligacha o'z ichiga olgan va bu cheklistni asosiy maqsadi sizga tavsiya etilayotgan eko muolajasi sizni salomatligingizga xavfsiz emasmi? Sizda bu usulni qo'llash mumkinmi degan savolga aniq javob olishimiz uchun zarur bo'ladi. Agar cheklist ro'yxati sizni qiziqtirsa, Telegram kanalimga o'tib, ikki turdagi cheklist ro'yxatini ham olishingiz mumkin bo'ladi.